Bismillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve men vala. Celal'da Suyuti'ninki Halifle Tarihi namlı kitabındaki dersimizdeki devamıda bugün Ömer ibn Hattab'ninki qandaq şehit bolğan waqalygyny toňuşturmakçy Celal'da Suyuti. Hem de Ömer ibn Hattab'ninki şehit boluşy ve Mughira degen sahabeninki qulunyň waqalygy. İkisine bağlanışı var da bu ýerde. İmam Zuhri'nin deyişçe Ömer radıyallahu anhu Medine'ye sebilenin yani esirlerin kirişini çekleydi ki. Bu esirlerin ki muayyen işi var yani balagat işi yetkendeki olan Medine'ye esirler kirsi bulmaydı o da çekil koymagan deydi. Bu esirler esasen kafir esirlerden. Lekin Mughira ibn Şu'be Kufa'nın şu vaxtki valisi. O Ömer radıyallahu anhu xat yazıp mening bir qulum bar. Buna yaxşı hünärvän kesipdir. Muşun bir Medine'ye kirişke ruhsat qilsangiz dep Ömer radıyallahu anhu xat yazıpdy. Ve bununla ägeşme qılıp, bunun nurgun işleri var qıla alaydygan. Bu eger Medine'ye kirse, bu Medine'deki kişilerge payda etkizerleydi o diye. Çünkü bu aynı vaqtida asasen Araplar tögülenlam jamba qılgan kişiler qowm bilen tögülen. Asasen hünärvänler az, kem uçuraydı. Hem bekrek pul tapqallar asasen ticaret kıldı. Gözü görülgenlere. Lekin hüner kesip asasen Araplarda burundan mevcut emas. Bosmun az uçuraydı. Hem uçuşandırıp bu hem tömökçe, hem nakşçı, hem yağatçı dep hünerlerini salam. Evet kendiken Ömer radıyallahu anhu buludu dep bunu ruhsat berdi. Evet kendi. Yani bu Mughira'nınki bu qulum Faris. Farislardan esir alganda. Şola Mughira ibn Şu'be her ayda bana 100 dirhem tapşırsa dep Medine'ye evet. Yani Medine'de bu şu yani sarılarning, muhacirlarnınki, şu Medine ahalisiniki işlerini kıldı. Yağatçılıkını, bazı tömökçilikini degende her xil işlerini. Lekin bu adam, bu Mughira'nınki bu kulu Ömer radıyallahu anhu'na şikayet kılıp bu Mughira bana bu her ayda 100 dirhem tapşırdı. Bu meniki her ayda төлeydigan bu tölümüm bek işip ketdi, bek eğer depdi. Degendikin Ömer radıyallahu anhu hem sendek bir hünärge nisbeten buna jiqpul emas bu dep hem de Mughira'ny düşürmey bir ýerde dep yol saptı da emniyette Ömer ibn Hattab'ninki hem de bu adam ketkeniki Mughira'ga xat yazmakçı. Esas düşügen dep hem de ma bir küpürünün etrafında yılda bir sahabeninki yüzünü düşürüşünü yani töven kılıçını onu oldu da yaxşı görmeklik. Şunu olan bu kul hem de nayet gazaplangan, nefretlik halette qaytip ketdi de qaşıdın. Ömer radıyallahu anh bir neç günden keyin bunu çaqatıp gelip bunda qıptı. Seni ben bir eğer men xalasam bir şamalda mağdagan tügme yasay alayman dep anlagandım ya. Degenden keyin Ömer radıyallahu anh'a bir xil qapaqni turib qarap bunda dedi. Bütün xalayık gepini qıladigan bir tügme yasayım sana dep şundaq depdi. Şuna bilen o şu gep deplap qaytqandiki Ömer radıyallahu anhu bu gepni sezgir adam bolğaçqa bilip sahablar depdi de maqul maňadyr maňa tähdis edýatydy, agahlandyryş berýatydy de. Şu arlykda bu kulnyň ismi Ebu Lu'lu'a. Ebu Lu'lu'a diyen bu kul hamda iki tyglyk yani iki tarapdan şu iki beslik hamda bir hanjar yasapda onun tutkusu otturda hamda. Otturny sepi otturda onun ma uçum kesidi o ma desti derep mi kesidi. Şona bir günü mesciddeki bir bulunğa qarаңgyda möknüp aldı hamda. Möknüp alıp şu ýerde turup Ömer radıyallahu anhu kişilerini namazga ogat kılıp çıkıdı da namaz kopağına dep çıkıdı da. Ömer radıyallahu anhu şu mesciddeki şu mihrapny tüy ýaqyn käge wagtida onu Ömer radıyallahu anhu'nu 3 qıtım bıçaq sancıp yıqtı da. Yani bu sözle İmam İbn Sa'd rahmetullahi aleyh Tabaqat namlı kitabında bayan kılıp ötken.
Amr ibn Maymun al-Avdi degan olimning deyishicha, bu Mughiraning quli bu Abu Lu'lu'a Umar radhiyallohu anhuni ikki besli xanjar bilan hujum qilgan bo'lib, Umar radhiyallohu anhu bilan birga 12 odamga pichoq tiqqan. Bulardan 6si o'lib ketgan, shahid bo'lib ketganda. Yiroqqa haldan bir odam kiyimini uning beshiga tashlagandan keyin u bu yerdan o'zidan aynish qilib, o'zini o'zi o'ltirib olgan dedi. Hamda Abu Rafi' degan kishining deyishicha, bu Abu Lu'lu'a Mughiraninki qul bo'lib, bu tugman tishi yasaydi ekan. Shundan bu Mughira uni har kuni 4 dirham pul bersa deb uningga bir belgilini bekitib bergan ekanda. Shundan bu kishi Abu Lu'lu'a Umar radhiyallohu anhu la ushqishib, ey Amirul Mu'minin, Mughira meniki bisimimni sal oshirib etdi. U vaqtda bir gap qilgan, sal tushirbason degan ekan. Umar radhiyallohu anhu debdi. O'zining xo'jayiniga yaxshi muomala qilgan deb bo'lib, hamda Umarning niyatida Mughiraga gap qilmoqchi ekan. Lekin buni tushunmasdan g'azablanib, nafratlanib bundoq debdi-da shu vaqtda. Sening adolating mendan boshqa hamma odamga yetib boradi, men kelgan vaqtim adolating to'xtab qolamdi debdi. Shuningdek ko'nglida Umar radhiyallohu anhuni o'ldirishni niyat qildi. Shuningdek bir xanjarni so'qab, uni bilab, hatto uni zahar bilan sug'urib qilgan ekan. Umar radhiyallohu anhu shuning bilan hamda namoz takbir etishdan burun safni tuzlanglar deb jamoatning safini tuzlab kelganda, shundan shu kelib safning udulda turyapti. Umar radhiyallohu anhu namoz chiqqan safning udulida. Shundan Umar radhiyallohu anhuning shu toqiga, yo'tsiga pichoq solgandan keyin Umar radhiyallohu anhu yiqilib tushgan. Bunun bilan birga yani 13 odam, yana shundoq demak 13 odamga pichoq tiqqan debdi. Ulardan 6'sı ölüp ketdi. Meyadiki 13, Ömer radhiyallohu anhu ile 13. Dastlab rivoyatda Ömer radhiyallohu anhudan başqa 12, Ömer radhiyallohu anhuni qo'shgan vaqtida yana 13 bo'ladi. Shuning bilan Ömer radhiyallohu anhuni o'ziga ko'tarib olib borgandan keyin shu vaqtda quyosh chiqay deb qolgan. Namozni Abdurrahmon ibn Avf qisqa 2 suralarni o'qidi. Ömer radhiyallohu anhuga bir şarap ichimlik keltirilib ichdi-da, lekin bu ichgan sharobi o'zining shu yarisidan teshib ketdi. Endi o ichimlikni ichgandan keyin yaridan chiqqan narsani tez payqat qildi. Ya qonmi, ya ichimlikmi degan sut berdi-da orliqda. Sut bergandan keyin sut shu oq narsa bo'lgandan keyin shu pichoq tiqilgan yerdilar, shu yardilar meni sut chiqdi. Sut chiqqan vaqtida sahobalar atrofidagi kishilar hech qisi yo'q deyishdi-da bu borliqda. Degandiki Umar radhiyallohu anhu bunga javoban, agar o'lim bilan qatliyani o'ltirilish bilan hech qisi bo'lmaydigan ish bo'lsa, bo'ldi men o'ltirildim deb shunday degan. Agar mush o'lim bilan yoki meniki mush men hech bo'lmaydigan bo'lib qolsa, bo'ldi. Men shunday o'lib ketsam yaxshi. Deb endi bu o'zim bir shahidlik orzusida sal bir xil nima xushal bo'lgan tarzda gap bo'lsa kerak. Shunlarda atrofdagi sahobalar hammasi Umar ibn Xattob nima deyilib, zamondatdan odillik ish qilgan degan maqtagan vaqtida shu vaqtda javoban bundoq degan Ibroy Xudo men bu dunyodan mening ziynimga emas, foydamga emas bir chiketsam qutulib ketgan bo'lsam yaxshi edim. Bu yerki mansabni, xilofat mansabini o'ziga nisbatan bir dunyo hisoblagan bu yerda. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamga hamroh bo'lgan sahobilik davrim mana shu qilib qolgan shu xilofat davridagi ishlarim tang bo'lib ketsa mana shu yetdi deb shunday qildi. Endi shu orliqda Abdullah ibn Abbosmi yana bu Umar ibn Xattobni maqtab, kuylab qilgandan keyin Umar ibn Xattob dediki, bu yer shari to'lg'udak bir oltinim bo'lgan bo'lsa, oldimizda bo'lgan, ya'ni biz bormoqchi bo'lgan qiyomatdagi endishlardan qutulg'ili bo'lgan bo'lsa, shu dunyodagi yer shari to'lg'udak oltinlarim bo'lgan taqdirda shuni fidya beretdim, shuni berib qutulib ketdim
deb qiyomatdan keyin bundoq andisdan ensirgan holatda so'zlarni qilgan. Hamda bu xilofatni hamda shu oltaylarning orasida maslahat kengash asosiy qo'yib ketgan. Balani pustani bo'lsin emas, shu oltaylar shuning eng yaxshi nomzod shu oltaylarning ichidan birini tanlanglar deb qo'yib ketgan. Ularningki biri Osman, Ali, Talha, Zubayr, Abdurrahman ibn Avf, Sa'd ibn Abi Waqqas. Bu oltaylarning hammasi Quraysh qabilasidan muhojirlar asosan. Hamma ustiga dastlabda musulmon bo'lgan kishilar. Hamda Suhayb Rumiyni kishilarga namoz o'qib berishga buyurdi. Shu oraliqda hamda yana bir xalifa saylanib qilg'ichilik Suhayb Rumiy kishilarga namoz o'qib berib turdi. Yana bu oltaylarni yani uchaylarga topshirdi-da. Mesela oltaylarni uchaylar shu o'zinki uch qarindishini vakil qildi bu oraliqda. Demak bu 6 maslahat kengash 3ga tövellaydi yoki 6 nomzod 3ga tövellaydi. Buni Imom Hakim rivoyat qilgan. Ibn Abbas radhiyallohu anhu Abu La'lu'a majusi edi. Bu musulmon bo'lmagan deb shunaq degan. Va sallallohu ala nabiyina Muhammad va ala alihi va sahbihi ajma'in.